Chunki bizni odamlar, bizni xalqimiz hech qachon domni o'zi qurilganday qo'ymaydi. Qo'ymaydi. Bironta dom yo'qki o'zgartirilmagan bo'lsa. Uchastka qilib tashashadi, birinchi etajda turadiganlar bor. Domda bilasiz, yarim metr joy ham har nima, joy ham har nima. Oshxonani balkonga olib chiqadi. Detskiyni oshxonaga olib chiqadi. Spalnini detskiga olib chiqadi. Koridor bilan zalni bitta qilib, hojatxona bilan vannani podezga olib chiqib qo'yadi. Podezda pajarniy xod bor-ku, o'sha yerga vanna qurib olgan. Yong'in bo'lsa pajarnichilar kelib deb ketaveryapti. Ozgina joy ham har nada. Lekin o'sha domda ham hamma joyini buzib bo'lmaydi, o'zi devorlar bor. Asosiy devorlar. Butun domni ushlab turadigan. To'g'rimi? Biz ikkinchi etajda turamiz, pasimdagi qo'shni 3 oy darillatdi-da, perforator olib kelib. Dar miyaga uradi. Ku so'radim, qo'shni nima qilyapsiz desam, o'rtadagi devorlarni olib tashladim abazaxon. Ha bittasi bor ekan, yomon qandakan ey. Zo'rg'a buzdik. O'zi ham ichidan mashina armaturalar chiqdi. Yo'qda sezib qoldim-ku. Sekin uyga kirdim, xotin uyni sotamiz dedim. Sen xotinim nimaga deydi? Yaqinda keldik-ku o'zi deydi. Pastdagi qo'shni devorni olib tashlabdi. Bu tepandagi 7 qavat boshingga tushadi, tezroq ketish kerak. Shundan boshqa uy olib ketvardik. Meni tepamda turadigan qo'shniman bilib qolgan ekan. U bechara arendaga chiqib ketibdi. Ijaraga uy olib. Ha, desam ijaraga chiqib ketdim, Ramazonxon deydi. Arendaga chiqib ketdim deydi. Uyni nima qildi desam, yo'q, arenda odam qo'yib qo'ydim deydi. Nimaga desam, apasli bo'lib qoldi-yu deydi. Ana qo'yib qo'ygan odamizga apasli emasmi? Desam, bilmagan odam yashayar ekan deydi. Qarang. Ozgina ham har nada, dumda har nada. Yo'ni manaman degan rivojlangan davlatlarda ham o'zimiz ko'rganmiz, guvohi bo'lganmiz ko'piga. 32 kvadrat, 35 kvadrat, 42 kvadrat. Manaman degan boylar ham shunaqa yashashadi. 42 kvadratda hamma narsa bor, yotoqxonasi ham bor, oshxonasi ham bor, zali ham bor, hamma narsa o'shaning ichida, mehmonxonasi ham o'shaning ichida. Bizda hozir shunaqa uylar qurilyapti. Oshxonasini o'zi 50 kvadrat. Men mahallamizda bittasi uy qurdik. 4 etaj. Ko'rinishdan 2 etaj. Lekin ichiga kirsangiz 4 etaj. Podvalini uy qilgan. Tomini ham yopib, tomini ham uy qilgan. 28 ta xona. O'zim sanadim. Har bitta etajda 2 tadan hojatxona. 8 ta hojatxona quribdi. Endi oilaviy atravleniya bo'lganmi bular? Boylar ko'paygan hozir. Uyga kirsangiz dahshat. Ichkarida alohida oshxona, tashqarida alohida oshxona, burchakda yana haligi barbikur, o'choq, po'choq qurib qo'ygan. O'zlari ko'chadan pizza olib kelib yeyishadi. Qarang, boylar borda shunaqa. Podvaliga kirsangiz bilyardi ham bor, saunasi ham bor, trenajyorniy zali ham bor, kinoteatri ham bor. Basseyn 2 ta, bitta zimniy, yo'q qishki basseyn, bitta yozgi basseyn. Delfini bilan. O'zlari oilaviy borib chorvoda cho'milib keladi. Qoyil qolasiz. Ana shunaqa uylar qurilyapti bizda hozir. Havas qilish kerak. Men Hindistonga bordim, ko'chada yotibdi. Hindiston yarmi ko'chada yotibdi. Cho'pay tiqarkan, material tashab uxlar ekan. Kadastri ham yo'q uyni. Svetdan hech kim kelmaydi, gaz. Gaz ham kerak emas-ku, masalan. Yer solig'i. MIP va yo'q, MIP. Bu palatkaga MIP qanaqa keladi? Ochib, assalomu alaykum. MIPdan keldik. Hechasi yo'q ekan uyda.
mayli quruq bo'lmasin, palatkani o'zini bo'lsa ham olib ketamiz. Bizda mana qanaqa imoratlar, chiroyli imoratlar qurilyapti.